Ukraina Moskvaga 430 dan ortiq dron uchirdi. Urushning eng xavfli bosqichi boshlandimi? Rossiya Ukraina urushi yangi va yanada xavfli bosqichga o'tmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina bir kecha davomida Moskvaga 430 dan ortiq uchuvchisiz uchish apparatini yo'llagan. Rossiya tomonining aytishicha, ularning katta qismi yo'lda urib tushirilgan, ammo bu hujumning o'zidayoq urush qayerga qarab ketayotganligini ko'rsatib turibdi. Moskva meri Sergey Sobyanin dronlarning asosiy qismi poytaxtga yetib bormasdan zararsizlantirilganligini ma'lum qildi. Shunga qaramay, poytaxtga yaqinlashgan o'nlab dronlar sabab Moskvaning Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovskiy aeroportlarida vaqtinchalik parvoz cheklovlari joriy etildi. Bu esa oddiy harbiy voqea emas, balki Rossiya ichkarisidagi hayotga bevosita ta'sir qilayotgan bosim ekanligini anglatadi. Rossiya Mudofaa vazirligi esa bir kecha ichida mamlakat bo'ylab jami 452 ta Ukraina droni urib tushirilganligini bildirdi. Shu bilan birga Belgorod viloyati ham raketa hujumiga uchragan. Dastlab 3 kishi jarohatlangani aytilgan bo'lsa, Belovoskoye qishlog'ida bir nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani ma'lum qilindi. Belgoroddagi infratuzilma obyektlaridan birida ham yong'in yuz bergan. Bu hujum shunchaki navbatdagi zarba emas, bu urushning yangi shakli. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda urushning hal qiluvchi bosqichi endi havo maydonida kechayotganligini aytgan. Uning fikricha, endi masala faqat yer maydonini egallashda emas, balki osmonda ustunlikka erishishda. Ya'ni kim dronlar, raketalar va havo hujumlari orqali raqibga kuchliroq bosim o'tkaza olsa, o'sha tomon strategik ustunlikni qo'lga kiritadi. Zelenskiy Ukrainaning eng katta zaif nuqtasi havo hujumidan mudofaa tizimi ekanligini ham tan olgan. Lekin shunga qaramay, Ukraina urushda g'alaba qozonish imkoniyatini saqlab qolayotganligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, Moskva va Sankt-Peterburgga uyushtirilayotgan keng ko'lamli dron hujumlari nafaqat jismoniy, balki psixologik va iqtisodiy bosim ham o'tkazadi. Boshqacha aytganda, urush front chizig'idan chiqib, Rossiyaning eng muhim shaharlari xavfsizligiga tahdid solayotgan bosqichga kirgan. Bu yerda eng muhim savol shuki, Ukraina nega aynan dron hujumlarini kuchaytirmoqda? Sababi oddiy. Dronlar nisbatan arzon, aniq va ommaviy hujum qilish imkonini beradi. Ular aeroportlar ishini to'xtatish, havo hujumidan mudofaa tizimlarini charchatish, aholida xavotir uyg'otish va Rossiya ichkarisidagi xavfsizlik hissini zaiflashtirish mumkin. Bu esa frontdagi janglardan tashqari urushning siyosiy va ruhiy bosim vositasiga aylantiradi. Xulosa shuki, Rossiya Ukraina urushi endi faqat frontdagi tanklar va askarlar jangi emas. Endi bu urush dronlar, raketalar va havo ustunligi uchun kurashga aylanmoqda. Moskvaga yuzlab dronlarning uchirilishi endi bitta narsani ko'rsatmoqda. Urush tobora Rossiya ichkarisiga yaqinlashmoqda va bu holat kelajakdagi voqealarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizningcha bu hujum urush taqdirini o'zgartira oladimi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.